Navbatdagi 4-video. Avvalgi 3 videoda kim men aytgan sayt, mock yoki dars so'zlarini qoldirgan bo'lsa, shaxsiy hisobiga yozish ochiq bo'lsa, ularga va'da qilingan narsa tashlab berildi. Lekin bu yog'idagi holatda ham endi sizlarga ulashib boriladigan narsalarni izoh orqali bermasam bo'lmaydi, o'rtoqlar. Sababi bu narsa sizni haqiqatdan faol ekanligingiz, tirik ekanligingizni belgisi. Chunki tarmoqda juda ko'p foydalanuvchilar aynan Telegram holatida izoh yozishdan juda ham qochadi. Bitta plus qo'yishga ham nihoyatda erinadi. Xo'p, bugun nima haqida gaplashamiz va nima beraman? Xo'p, yozish qobiliyatida 3 ta asosiy ustun bor, bilasiz, 3 ta. Bular grammatika, lug'at va g'oya. Va 3-chi bu g'oya nihoyatda ko'pchilikda muammo bo'lgan masala. Endi sizda qaysi biri muammo? O'zingiz bilasiz, qaysi biri muammo. Qarang, lug'at boyligimi, vocabulary yoki grammatikami, grammar va oxirisi g'oya, ideya, idea yoki meaning deymiz. Qaysi biri holati muammo bo'lsa, siz o'sha so'zni menga kommentariyada shunday qoldirib keting. Men o'sha darslikni Telegramdagi yopiq kanalimdagi linkda uzataman. O'zingiz kirasiz. Birovga ulashganingiz bilan baribir men tasdiqlamasam kirmaydi u yerga. O'shaning uchun qoldirib keting. Xo'p, bitta savol. Istalgan o'zbek tilidagi so'zni o'ylab turib, ingliz tiliga tarjima qila olasizmi? Bundan bilingki, sizning lug'at boyligingiz va unga bog'langan grammatikangiz yaxshi emas. G'oyani-yu bir narsa hal qilsa bo'ladi, u narsani juda qiyin emas, lekin lug'at boyligini yodlashga sabri yo'q va grammatikani ishlashga nomzodlarni xohishi umuman yo'q hozirgi paytda. Qisqasi, vocabulary, grammar yoki idea. Uchalasidan bittasini qoldiring. Uchalasi ham chatoq bo'lsa, uchalasi ham yaxshi bo'lmasa, uchalasini ham qoldirib ketavering. Albatta, nimaga guvoh bo'lishingizni, nimaga ega bo'lishingizni o'zingiz bemalol ko'rasiz. Va shaxsini ochib qo'ying, men shaxsidan yoza olmayapman ko'pchilikka. Shu narsani aytib qo'yyapman yana bir bor.